Bu telefonda xarakteri Samsung S25 Ultra hamda iPhone 7 Pro'lardan ancha kuchli, lekin narxi anchagina arzon. Kutib oling, 2026-yilda yangi qarori OnePlus 15 bo'ladi. Bugun shuni arzon qilamiz. Boshladik. Komplektida korobkasi, bitta chexoli, telefonda o'zi 120 wattlik galofkasi chiqar ekan, xurrami. Hamda bitta kabeli, bitta ninasi va yana korobkani tagi. Yangi qirolni kutib olinglar. Bunga Porsche motori qo'yilgan Snapdragon 850 Gen 5. Bundan kuchli prosessor bo'lishi mumkin emas. Samsung o'ziga qo'ya olmaydigan displeylarni shu telefonga chiqarib bergan. Dunyodagi eng kuchli displey LTPO AMOLED 165 Hz. Bunaqa displey na iPhone'da, na Samsung'da bor. Bu telefonda IP68, IP69 suvdan eng kuchli himoya bor. Agarda sen dushda telefon bilan cho'milishni xohlasang, endi bu muammo emas. Chunki senda OnePlus 15 bor. Bu telefonda batareykasi 7300 mAh. Butun mahallangga yetadi. Tindirmay PUBG o'ynaydigan bo'lsang, 8 soat bemalol ishlab beradi. Nima deyapti bu? 25 Ultra'da 100x bo'lsa, bunda 120x bor. Kameralari 50 megapiksel, 8K 30 fps'larda cho'tki qilib beradi hamda 4K 120 fps'larda monta darajada o'ta tiniq qilib beradi. Bu telefon beprovodnoy 50 watt zaryadga qabul qiladi. Provodnoy bo'lsa 120 qabul qiladi. Bu Plus'ga 5 yilgacha yangilanish kelar ekan. 5 yil kam qilib ishlatasizlar eng kamida. Dunyo reytingida 3-o'rinni egallaydi. AnTuTu'da 4 million ball yig'adi. Bu telefon любой o'yinlarda katta FPS'lar ochib beradi. Misol uchun PUBG Mobile'da 120, agar 165 FPS qo'shilsa, birinchi bo'lib shu telefonlar keladi. Любой telefonda harom tomonlarini gapirib o'rganganmiz, lekin men bu telefonda topgan yagona minus joyi bu telefonda o'zbek tili yo'qligida. Rus va ingliz tillarida ishlatsanglar bo'laveradi. Eng qiziq joyi, bu telefonda narxlari nechta pul? Hozirgi kunda bu telefonda narxlari Mix Mobile Telegram kanalida 715 dollardan 950 dollargacha sotilyapti. Faqatgina zakaz orqali 15 kunda Xitoydan olib kelib beramiz.